Yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan bu yana o'sha har doimgi Sabiha Gul bo'lib o'tadi. Xo'p do'stlar, men bugun mana shu videoda men bu uydan kafe olib, mana shu odamlarni to'ldirib tashlashim kerak. Xo'p, bugungi videoga tayyor bo'lsanglar, unda biz Xo'p, birinchi boshlaydigan narsani olamiz. To'xtanglar, birinchi mashinani olib kirish kerak. Xo'p. Hozir mashinani olib kiraman. Yo'q, bu emas, unaqa mashina ham teparoq deydi. Hop, yo'q, bu yerda emas. Okey, qidiraylik. O, mana ekan. Hop, toster qilamiz. Toster. Tacos. Bu yoqqa yozmaylik. Ochamiz. Hop, bu yoqqa kiramiz. Davay ketdik. Signal chalib turamiz. Endi nima qilibdi endi? Bo'ladi, to'g'rimi? Signal chalsa ham. Qani. Sekin kiraylik. Okey. Yana 1 2 3. 1 2 3. Sig'adi. Ana sig'di. Unda bu yoqqa borsak, ana bu yoqqa. Bo'ldi, endi bemalol. Endi uni quflash kerak mashinani. Bo'ldi. Mana chach bo'ldi. Bo'ldimi? Bo'ldi. Endi esa o'tiradigan stollarni qo'yamiz. Menga yoqqani hacha. Mana bular normalniy. Voy. Davay ideya keldi, qaranglar. Bu yoqqa mana buni qo'ysak, yo'q emas. Hozir. Ichkariga mana qaladan qo'yib chiqsak, mana bunaqalardan. Bismillah, mana bu yoqqa bitta qo'yaman. Bu do'stlar ham house bilan mana bo'ladi. Ismi nima edi? Ana bo'ladi ismi. Короче, endi shunaqada. Hop. House bilan kafe bo'ladi, ya'ni tashqariga qo'yamiz. Tashqariga ham ikkita bo'ldi. Okey. Endi esa kiradigan yo'lni nima qilib qo'yamiz? Bu yoqqa bitta. Lekin ana qilib bo'lsa ham, lekin tamom bo'lib qoladi. Joyimiz to'lib qolsa. Xo'p, mana bunaqa narsalar qo'yib olgandan keyin hamma narsa qolgan narsalarni mana bu yerdan olib kelaveramizda. Shu bitlarni ochib qo'yishimiz kerak. Normalniy bo'ladi. Olov yoqib qo'yamiz. Birinchi o'rinda tepaga chiqib bankimizni ochib qo'yamiz. Endi do'stlar, house ham qilamiz. Mana bu yerga ham uy qilib yuborishimiz kerak. Kimdir endi sig'may qolsa, mana shu uxlaydi mana. Mana bitta отдельный кровать. Bu ham endi o'shani uyi bo'ladi-da. Yoki mana qo'yib qo'yamiz. Ikkita karavot qilsam normalniy chiqadi. Hop, endi buni ham bezatib yuboramiz. Nimaga bezatsam mana bunaqa kirib. Mana bu yoqadi. Mana shunaqa qilsak normalniy. Hop, endi bu yerda ham ochib qo'ysak bo'ladi. Hop, basseynimiz bor ekan. Xudoga shukr. Hop. Qanaqalarni menga filavit yoqadi. Filavit qilib qo'yamiz. Hop, pechkalarni ochib qo'yamiz. Mana bu yerda o'tiradigan narsa bor, hamma narsa bor. Hop, mana bu ochib qo'yish uchun nima qilib qo'yaman? Hop. Narsa qo'yib qo'yishim kerak. Qani qo'yilich oldi. Yo'q, baribir o'tib ketar ekan. Hop, endi mana bu yerga mototsiklni qo'yib qo'yaman. Ot qo'yib qo'yamiz. Ot. Yurchi bratim. Ochib turg'izgan xo'pmi? Mana, zo'r chiqdi. Hop, endi esa yana disko qilish uchun menga kerak mana bu. Mamba, nimadir diskotekada bo'lagan.
Xo'p. Qaysi? Mashina yo'qdi. Yashildan qo'yardim. Mayli, Mamutga qo'yaylik. Zo'r chiqadi. Jani chiqadi. Qani. Mamutga mana qo'yamiz. Nima ekan? Bunaqa narsa ekan. Endi barabanlar chalish uchun pianino baraban chalish uchun mana baqa. Qo'y. Mana baraban chalib beraman. Bu yo'da emas. Qilsak bo'ladi. Qo'yamiz. Mana baraban chalsak bo'ladi. O'tga pianinoni qo'yib qo'ysak bo'ladi mana. Bari. Yo'q, mana pianino kerak emas o'zi. O'tirib olib. O'ynaymiz. Hop, bunaqa narsalarimiz bor. Baraban mana. Biza yoqmadi-ya. Voy, bitta narsani yoqmadi. Mana bitta katta qilib ruslar bo'lgani uchun ham house и cafe. Qani mana ekan. Xo'p, bunaqa qo'yib qo'yamiz. Ana bo'ldi, house и cafe. Xo'p. Shuni yozamiz. House и cafe. Dom 15. Vay. Parayım gitmez. House и cafe dom 15. Ya mashinam qani? Ya mashinamni kim uxlatdi? Vay. Yo, mashinamni uxlatishibdi. Kirgizamiz endi. Yo, men pravani bilmayman. Mana. Bo'ldi problema yo'q. Endi normalniy edi. Mashina ichiga yorug' bo'lmayapti-da, ko'nglimga yoqmayapti-da, shu. Bunga Mamutlarni ham yorug' qilib tashlaymiz buni. Yorug' qilib tashlaymiz bo'tlarga. Mana bilan qo'yib chiqamiz chiroyli bo'lishiga. Mutga. Mana zo'r chiqdi. Cafe и house dom 15. Cafe и house dom 15. Kelinglar, nima yeyamizlar? House и cafe. Hop, закрыто и открыто ham bor bizda. Normalni qo'yib olaylik. Chikim kelmadi lekin. Hop, bo'ldi, yopamiz endi. Do'stlar, bu yoqqa qo'ymasa yaxshi-da. Meqa alohida narsa bilan katta qo'ysa normalniy bo'ladi. Ay, blin.
Mana normalniy, xo'p. Bu yoqqa kelib mana qilib yozamiz. Zakrito. Закрыто. Sete короче, mayli nima. Otimni olaman, ketaman короче. Otim, bratim. Otim. Zo'r narsa qilib qo'ydim. Sen. Otim bilan borib kelay. Brat, qilma iltimos. House и кафе. Дом 15. Bıraktım eshitasanmi? Yema bu TikTok otdi. Bundan ketamiz, ular yoqmay qolsa. Qo'rqat. House и кафе. Iltimos kellaring. Nima kelmaysanlar tupoylar. Vo'mi nima? Bu donatrak. Ochishini. Kellaring. Nima? Bo'pti, mayli, mana qilamiz unda. Qochchi. Vay. Bitta ko'pchilik odamlar spawn bo'ladi. Shuncha yozaman, dom 15. Akam, qochingiz. Menikimi? Bratim bormismi? Para. Tupoy kerak emas. Voy! Nima qildim qaranglar. Ular hammaga qayr shu joyda vaqtimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga xayr.